Mashinani 100 millionga oldingiz. Bu mashina nimasini 100 millionga oldingiz? Bu mashina haqida bir ma'lumot bering, yo siz aldayapsizmi Jalol aka? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, eshitib turganlaringizdek bu mashinamizni shu turishida 100 million so'mga oldik. Endi bu ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin bizga stroid qiladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 30 ming yurgan mashina ko'ryapsiz. Oldidan qattiq DTP bo'lgan. Mana bu orqa eshigimizni ham o'zi bo'ladi. Orqa zadniy kirlolar, orqa bagajlar, ya'ni bu tomonlari mashinaning sili butun, oldi kirlosigacha butun. Salon qismiga kelayotgan bo'lsak, salon qismlari lekin anchagina tarpetkalari xafa bo'lib, o'sha yorilib ketgan ko'ryapsiz. Qanchalik darajada bir tomondan udar qattiq bo'lgan. Udar, ya'ni mashinani qattiq udar bo'lishiga sabab mana bu balondan gilavni udar bo'lgan. Balon borib stoykaga urgan, stoyka yuqoriga ko'tarib olgan. Shuning evaziga mashinamizni mana motor korobkalari butun holatda turibdi. Motor korobkalariga ziyon yetmagan. Shu mashinamizni Qashqadaryo viloyatidan 100 million so'mga oldik 2023. Aqlimiz yetadiki, yana shunaqa xuddi shunaqa udar bo'lib bir tomoni butun motor korobka, butun mashina shu holatda turilsa yana 100 millionga olishga aqlimiz yetadi. Shunaqa DTP bo'lgan mashinalar, qattiq urilgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, topilgan $100 sovg'amiz bor. Bu mashinamiz egizakchasi ham bor. Mana bu mashinamiz Lacetti avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ryapsiz, bu mashinamiz ham qanchalik darajada qattiq urilib yumalaganini. Bu mashinamiz ham salon qismlarida ko'ryapsiz, salon qismlariga ziyon yetmagan. Sedinalar normalda turibdi, motor korobkalari butun turibdi. Bu mashinamizni ham alohida mavzu qilib narxlarigacha alohida aytib o'tib ketaveramiz. Videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqacha ma'lumot berib ketdik. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boringsiz. Jalol Avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Narx haqida kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Lekin mana tepada Alloh turibdi. Mana shu mashinani 100 million so'mga oldik. Negativ kommentariyalar uchun Allohdan hech qachon biz va'da bermaymiz. Shu mashinaga naq 100 million sanab beramiz. Xudo xolasa egasiga sanab berayotgan jarayonni ham videosini olamiz. Hammaga rahmat.